Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga men bitta nolni aralashtirmasi haqida gapirib o'tgan edim. Ko'pchilik paka tushungan, tushunmagan tushunmadi. Endi qarang. Mana men bitta def avtomat, ikkita, mana 3 ta, 4 ta qo'yganman, 5 ta uzoq qo'yganman. Qarang. Agarda umumiy nol qiladigan bo'lsak, hammasini bitta nol shinaga olib boriladigan bo'lsak, mana bu defni ham, uzoqni ham ishlash prinsipi bir xil, bilasizlar. Masalan 0 bilan fazani taqqoslaydi. Masalan birinchi uzoqimiz bilan opchi hammamiz masalan 1, 2, 3, 4, 5 masalan shu def avtomat uzoqlarni nolini masalan например mana shu ajralmaganda bitta shina deb hisoblaylik. Ana shuni bitta joyga kelib yoqadigan bo'lsam, mana bu def avtomatimizni yoqib iste'mol qiladigan bo'lsangiz, masalan bitta xonani yoqsa bu, buni yoqqan paytingizda masalan 0 bitta bo'lganligi uchun mana bundan faza 10 amper chiqdi-da, keyin bu ikkinchi def avtomatimiz 0 orqali o'tib ketadigan bo'lsa, masalan o'sha 10 amper, ya'ni bu tok qancha oqib o'tadi, fazadan qancha oqib o'tsa 0 dan ham shuncha qaytish kerak-da. Ikkinchisidan o'tib ketadigan bo'lsa, mana bu def avtomatimiz aldanadi-da, har xil oqibatlarga olib keladi, ya'ni odamni tok urishi mumkin. Masalan bitta xonani yoqqan paytingizda ikkinchi xona umuman masalan tashlab yonmasligi mumkin. Uzoq ishlamaydi. O'shaning uchun tavsiya beraman. Endi buni juda zo'r, o'zini ustasi elektriklarimiz yaxshi bilishadi. Ya'ni mana o'zi yaxshi o'rganayotgan, endi mana birinchi boshlayotgan elektrik akalarim yoki ukalarimga men tavsiya qilaman. Mana shu def bilan o'zoqdan chiqqan nol bor-ku mana. Mana o'shani mana bunaqa o'qiyga olsangiz, alohida mana gruppasini ham kishiga bosing. Chiqadigan mana общий главный noli chiqadigan noli mana masalan, например, mana shu defni noli chiqdi-da, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta ulaganman, to'g'rimi? Mana bu ikkinchi shinamizga kelib olib kelganman-da, alohida qilganman. Ko'rdingizmi? Chunki def avtomatimiz yoki o'zoyimiz aldanmasligi uchun, to'g'ri ishlab berishi uchun. Chunki biz mana bu shuni chetda yig'ishimizdan maqsadimiz bu yonib ketmasligi uchun emas, yokida mana bu qilgan ishimiz yonmasligi emas sabab. Bu yerda insonning xavfsizligi ketyapti-da, insonning hayoti ketyapti. O'shaning uchun mana bu o'zini to'g'ri ishlaydi, chunki nolini alohida qilsangiz. Umumiy nolga ulamang, chunki hammasi ham bitta nol deyishingiz mumkin, lekin u noto'g'ri. Agar hammasi ham bitta nol deb ishlatadigan bo'lsangiz, mana bunaqa riskot qilib, mana bunaqa yig'ib, qandaydir o'zizcha sxema qilganingiz bir tiyinga qimmat. Mana zazimliklar bitta umumiy bo'ladi. Buni ham umumiy nolga vashi aralashtirmaganman. Ko'ryapsizmi? Umumiy aralashtirmaganman.